Tort zavarnoy eng mazali tortlardan biri. Asosan bu shirinlikni chechen konditorlari tayyorlashganini ko'rganman. Tayyorlanishi juda ham oson. Uy sharoitida o'zimiz ham bemalol tayyorlasak bo'ladi. Idishga sut, suv, sariyog', tuzni solib, sariyog' erib, sutimiz qaynaydiganda unni solib xamir qilib olamiz. Xamir sal sovigach, tuxumlarimizni qo'shib mikser qilib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek suyuqlikda bo'lishi kerak. Dumaloq shakl berib, koshlarimizni qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Zavarnoy krem tayyorlab olamiz. Ishga tuxum, shakar, kraxmal unni solib, ustidan qaynoq sutni quyib, qaynaguncha, quyuq massa bo'lguncha gazga qo'yib aralashtiramiz. Zavarnoy kremimizni xolodilnikda yaxshilab sovutib olamiz va ustiga qaymoq qo'shib mikser qilamiz. Kremimiz tayyor bo'ladi. Qoshlarimizni kremlab olamiz, ustiga ham krem, mevalar qo'yib, tort ko'rinishida tayyorlab olamiz. Ustidagi shokolad uchun qaynoq slivka yo qaymoqqa shokolad qo'shib aralashtiramiz va xolodilnikka 1 soatga qo'yamiz. Shokoladimiz qotadi va ustini shunaqa bezatib chiqamiz.